Bu adam ko'p sorunlarda bola namoz o'qisa, taratlanib namoz o'tirib, voy Bobur ukam deb to'yga chiqarib yoshtichong deb. Xeyli bo'pti kabishsa kegina. Voy Bobur uka deb har qanday sorunlar bu odamni taklif qilgan. Bobur aytgan lampong, Bobur aytgan lig'irdoq degandek tabiat gapini angladim. Kimlar orqali bu qurultayga kirib ketdi, shunchalik ishonchiga erishib ketdi, uni hozirgacha tabii ochiq bir yerda bir oshkorlanmadi. Diqqətinizdə Şvetsiyadakı Xitoy elçixanasına çetilgan zo'r jasusluq delosi haqida ishlangan ko'p qismli hujjatlik radio programmasi. Qutlandan anglayatsizlar. Növətdə mazkur programmaning peshkini qurbonlik qilish nomli 8-qismi huzuringizda. 2009 yılı 6. ayının 4. günü 62 yaşlıq Uyghur casus Stokholmdaki şəxsi turalğısıda qo'lga elinganda nurg'un kishilar texi bu deloning intayin murakkab orqa ko'rinishidan xabarsiz edi. Ayni chaqda mayli Shvetsiyada yashovchi Uyg'ur jamoati bo'lsin va yoki dunyoning boshqa joylarida yashayotgan Uyg'urlar bo'lsin, 62 yoshli Uyg'ur jasusning davlat halqigan zo'r jasuslik to'ridagi bir kichik peshki ekanligini o'ylab boqmagan edi. Mazkur delo fosh qilinib Uyg'ur jasus tutilganda va oz-kam 1 yildan keyin Shvetsiya sudida sotlanganda nurg'un kishilar texi Shvetsiya bilan Xitoy hukumati o'rtasida mazkur deloni cho'rdigan bir maydon istifaksiz diplomatiya urushining yuz berayotganligini bilmaydi. Undaqda mazkur jasuslik delosidagi shoh bilan gardi rolini elayotgan sirli kishilar zodi qayerda? To'g'ri ilinib qurbonlik qilingan Uyg'ur jasus mazkur delodagi gardimi va yoki peshkimi? Bu savolning javobini Shvetsiya davlat xavfsizlik idorasining mazkur jasuslik delosini tekshirish guruhidagi xodimlar oradan 6 yil o'tgan bugungi kunda oshkora qildi. Bevis. Amaliy ahvolga asosan biz oldi bilan 62 yoshli jasus komandorini qo'lga olishni qaror qildik. Jasus tutulup devlet halkıgan bu zor işbirlik delosining dalil paketlari qo'lga tushgandilar. Ondan perde arkasındaki kişilerge tedbir qo'llang'il bo'ladi deb o'yladik. Viktigt att först gripa agenten. Gerçi radyo xabarida 2008 boshlangan deyilsimi, emniyetde meni chaqirib ishkunlardan gumonlansa degan vaqtda 2007 yilning bahor mezgillandi bu. Demek o bularning şu ishkunlarni tasdiqlash xizmati shu chaqda boshlangan bu. Bu chaqda faqat Bobur bularning oldida zoir bo'lmagan, balki Boburning boshlig'ini Xitoy uchun ishlayotgan Uyg'urlar orasida yana boshqa ishkunlar bo'lishi mumkin. Abdushukur Muhammad Shvetsiya Uyg'ur komitetining sobiq raisi, shundaqla ayni chaqda Shvetsiyada aktiv faoliyat olib borgan bu Uyg'ur ziyolisi o'zining uzundan buyon bu delo haqida cho'nqur o'ylanish va izlanish olib borganligini ta'kidlaydi. U o'zining bu vaqtdagi mulohazalarini yig'inchoqlab mundoq deydi. Bularning asli tashvish o'bukti shu asli. Ham shu tashvish o'bukti jarayonida bu Xitoy diplomati ham Xitoy muxbir sifatida Shvetsiyada faoliyat qilayotgan aşı ishbilarning bayqagan bo'lar. Bayqagandan keyin bularning teyiga tushib, ashlarni Shvetsiyaning zamin tavalligidan chiqarish kerak. Buning uchun bular bir isbot bo'lish kerak hamda chiqarish uchun. Shuna bular bilan aloqalashgan odam mana shu vaqtida faqat Bobur bo'lishini atayin. Ammo chiqara aloqalashgani Bobur bo'lishi mumkin. Balkim eng kichik belg'i mushi bo'lishi mumkin. Çünkü Şvetsiya bilan Xitoy hukumatining o'rtasida quyuq siyosiy iqtisodiy munosabatlar bor. Hem Shvetsiyaning nurg'un iqtisodi Xitoyga bog'langan. Shu radio xabarida debdi, Shvetsiya Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatda cho'ng bir sirkilish bo'lishini xohlamaydi bu yerda. Agar cho'ngroq bir ishlarni qilgan ahvolida bu sirkilish cho'ngib ketsa Xitoyga ziyon tortadi. Buni radio xabarida aniq his qilib bo'ladi. Shunga bu yerda amal qilib, shu Xitoyning diplomatiya va muxbir salohiyatida
Shvetsiyada faoliyat qilayotgan Xitoy axborot xodimini mushtimindan qo'llab chiqarish uchun shuning bilan bevosita aloqa qilayotgan eng kichik bir pishkini qurbon qilish badiliga Xitoyni ranjitmaydigan ham shundaqla Xitoy bilan munosabatni saqlab qoldigan ham Xitoyning boshqa ishlarni saqlab qolgan asosda ularga bir signal berish ham o'zlari ko'zlayotgan Xitoy diplomati bilan muxbirni chegirni qo'llab chiqarish uchun Boburni tutun qilish qarorini chiqargan. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining navbatdagi raisi Ahmad Tursun apandi ayni chog'dagi ahvollar haqida eslama qilib, mazkur jasuslik delosining odatdagi voqea emasligini, balki uning intayin sirliq ish yuzi borligini alohida ta'kidlaydi. Keyin sud mahkamasi, taftish mahkamasining rapori qarsak, 2007 kishida bu Askerdiston shahrida uning vazifaning atilganligi, uning boshqa quyruqlarning borligi degan nimalar to'xtatib qo'yag'liq materialni shu ulab apirib. Xitoyning nimalari tatinmasdi, shu o'yin qo'ygan o'mak bilan kelib, shu arliqda nurg'un o'yinlarni o'ynaganlik nimalarni hamma ko'zimiz bilan ko'rdik. Shuchaq nim bo'lib o'tganligini odamlar shohidlar deb berdi. Nurg'un narsadan xabarda hozir ishning hechilmagan nurg'un ichi yuzlari bor. Stockholm shaharlik sud mahkamasi 62 yoshlik jasus gumondorini sudlaganda uning Xitoy hukumatining chegara sirtida uyushtirgan zo'r jasuslik operatsiyasiga axborot yetkazish uchun setvilanganligini jazmlashtirdi. Qo'lga tushgan dalil paketlar shuni ko'rsatdiki, mazkur jasuslik delosining tardarqisida Jungo hukumatining qo'li borligi oshkor bo'ldi. Yana ular ikkinchi bir davlatdagi fuqarolarni jasuslik uchun setib olib, o'zlarining yarasida axborot to'plash harakatiga qatnashgan. Abdushukur Muhammad apandi 2000-yillarning boshlaridan e'tiboran o'zining Shvetsiyada yashash, siyosiy faoliyatlarga qatnashish hamda Shvetsiya Uyg'ur komitetining raislik vazifasini o'tash jarayonida ko'rgan bilganlari bilan mazkur deloga munosabatli materiallarni o'zaro bog'lab, mundaq bir qarashni ilgari surdi. Bu Shvets hukumati hargiz Boburni yaqinmasa Xitoy ishlayotgan boshqa Uyg'ur tutishni qilgan yoki ularni aqli tushgan emas. Chunki mayli Bobur bo'lsin, boshqa Uyg'urlar bo'lsin, bularning Xitoy uchun yo'qotib qo'yilgan material yetkazgan materiallari Shvetsiyaning davlat xizmatiga ta'sir yetkazmaydi. Ularning asos maqsadi Xitoyning diplomatiya xodimi va muxbir salohiyati bilan Shvetsiyada yoshirin faoliyat berib turayotgan Xitoyning ikki odamini qo'llab chiqarish bo'yicha chegirdi. Ular Shvetsiyaning axborot bexatar idorasi ashlarni aqli tushgan bularniki. Hamleti bularning kimligini bular allaqachon bilib qo'ygan. Chunki ash muxbir salohiyati bilan ishlayotgan odamning Xitoy davlat bexatarlik idorasining ofiseri ekanligini bular bilgan allaqachon kelish ilgari. Shu buni bundalam qo'llab chiqartamay, buning bir isbot bo'lishi kerak. Shuni buni tutish jarayonida bular bilan aloqa qurgan Bobur qiltaq qilingan. Bobur hamleti bir pishka bu. Shvetsiya o'zining manfaati uchun qurbon qilgan bir peshka. Agar o'zini cho'ngini tutgan yoki tashqan ahvolasida Shvetsiyadan Xitoyga o'tsa boshqa bir so'kishlardan diplomat so'kishlardan ketishi aniq. Shunga bu kichik bir beshkini qurbon qilib turib, Shvetsiya o'zining maqsadiga yetdi, ham Xitoyning shig'imi bek cho'ng tep ketmadi. Men ashunda o'ylayman. Qadrli radio anglag'uchilar, yuqorida Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan zo'r jasuslik delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining peshkini qurbonlik qilish mavzuliq 8-qismini angladinglar. Washingtondan so'zlayapmiz. Programmani Qutlan hozirladi. Ko'p qismliq mazkur hujjatlik radio programmasining 9-qismi davomliq huzuringlarda bo'ladi.